Qadim zamonlarda Hirot shahrida bilimli va tarbiyali oilada bir bola dunyoga keladi. Ota-onasi unga Alisher deb ism qo'yadi. Alisherning otasi davlat ishlarida xizmat qiluvchi, dono va ma'rifatli inson bo'lgan. Ularning uyida tez-tez ilmli va ijodkor kishilar yig'ilib, bilim, odob va she'riyat haqida suhbatlashishar edi. Kichkina Alisher juda qiziquvchan bo'lib, kattalarning suhbatlarini diqqat bilan tinglab, eshitgan hikoya va she'rlarni yodlab olardi. Bilmagan narsasini so'rashdan uyalmasdi. Alisher ko'p o'qidi, ko'p o'rgandi va kichik yoshidan she'rlar yoza boshladi. Ana shu go'zal bolalik muhiti va yaxshi tarbiya uni buyuk inson bo'lib yetishishiga zamin yaratdi. Ilmni sevgan, kitob bilan do'st tutingan, kamtar, mehribon va tirishqoq Alisher ulg'ayib, xalq sevgan buyuk shoir Alisher Navoiyga aylandi.